Remont qilsang mehr bilan qil degan joyi shu yerda ko'rinadi akalar. 2 sotixga tushgan 4 ta xona, 2 ta sanuzul podvali bor. Shu xonadonimiz Patkiluch 88500. Bu zalimiz bo'ladi. E'tibor qaratinglar, balandligiga panoramli nomli qo'yib qo'yilgan. Dir bilan remont qilingan. Eshiklar zakaz qilib qo'yilgan, zakaznoy eshiklar qo'yib beriladi. Bu taraf oshxonamiz. Kattaligiga e'tibor berasiz, hajmga, bu yerda choy o'tirish imkoniyati bor. Prixoshka bo'ylab kirib kelyapmiz. Qarang, o'ng tarafga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsam, ota-onalar yotoqxonasi, remontlari juda ham chiroyli holatda. Sanuzulni ko'rasiz. Smestitlar qo'yib berilmaydi, shu holatda qoladi. Orqasida havo aylanish uchun joy ham bor. Endi bu tarafga yuradigan bo'lsa, yana bitta xonani ko'rsanglar bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi mana. Tashqariga qaragan romlari bor, havo aylanish uchun. Bu yerda yana bitta общий sanuzulimiz, kafladan chiqarib qo'yilgan, bitta yotoqxona qilish imkoniyatiga egasiz. Bo'ylarni chiroylisi, yaxshi yopishtirib qo'ygan. Ko'rasiz, prixojini ham qarang, o'tirib, oyoq kiyimlarni qo'yishga joylar bor. Hovlisiga e'tibor qaratasiz, mana shu hovlisi bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda qo'ygan, bitta mashina qo'yishga joy, darvozalar qo'yib qo'yilgan. Zakazov eshiklar keldi. Bu bozor eshigi emas, sexdan yasatilgan eshik bo'ladi. Prixojiga bitta hojatxonamiz bor. Shu zalimizni tegi podval qismidan iborat. Okalar, xonadonni ko'rdingiz, did bilan pishug'ishlar cho'tga qurilgan 2 sotiqli xonadonimiz start 88500 kelgan manzilimiz Nazarbek Mevazor bo'ladi. Raqam qoldirib qo'yamiz, kelib ko'rib talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.